O'zimiz Suxtepada eski Farg'onani yo'lida 37-maktabning orqasida 12 sotixli mana shunaqangi chiroyli xonadonimizni video obzorga kelganmiz. Sizlar bilan bitta ko'rib tomosha qilamiz. Qurilishlari o'rta hol aka, kelasiz-ku aka, shunday kelib o'zingizning vkusingizga qarab chiroyli bitta remont qilib olsangiz, 3-4 xona uy bor, zato mana shunaqangi katta yeri bor. Xo'p, orqa etak qismisida mana qurilish qilish uchun yetarlicha joyi ham bor, mevali daraxtlari bor. Mana bu asosiy eshikdan kirishimizga darvozaxonadan bitta mashinaga joy bo'ladi, bemalol joy bor. Bu tomonida bir xona uy bor, remontlari o'rta hol, to'g'ri aka, lekin asosiysi bu yerda gaz, suv, svetdan muammo sezmaysiz aka. Xo'p, bunisi bitta katta bitta xona qilsiz bo'ladi. Buni tagida to'liqligicha podvali ham bor. Bu orqasini qarang aka, haqiqiy kislorodga to'yaman siz, mana shu xonadonni oling aka. Hamma sharoitlari bor. Gaz, suv, svetlardan umuman muammo sezmaysiz. Bu tomonida mana ikkita xonasi bor. Buni ham kelib o'zingizga spanli qilib olsangiz bo'ladi. Bunisi remontlari o'rta hol, qurilishlari eski, endi o'zingizga moslab hamma yo'g'ini to'g'rilab olasiz. Xonadonimiz aka Gulovoy joyda joylashgan. Xohlang bu tomondan darvozasini bu tomondan qilsiz bo'ladi. Xohlang o'rtadan qilsiz bo'ladi. Endi mana kirishimizga bu yerda kichkinagina xonalarimiz bor. Chorvachilik qilasizmi, tovuq qo'y boqqani ham yetarlicha joy bor. Endi aka, mana bu tomonda nima ochiladi bu? Bu tomonida ham mana qo'shimcha yeri ham bor aka. Qarang mana. Ekin-tekinga, mana yana bitta qurilish qilish uchun ham qarang, zo'r sharoitda o'zingiz bolalardan charchaysiz-ku, bolalardan charchaganingizda chiqib olib, choyni damlab olib, kofeni damlab o'tiradigan joy aka. Bu yerda navesi ham bor aka. Tayyor navesi, endi to'g'ri ozgina to'g'rilab olsangiz, o'zingiz uchun yozda alohida chiqib o'tirgani, dam olib o'tirgani bitta joy aka bu ham. Hovlini qarang, etagini kattaligini qarang aka. Mevali daraxtlari, xohlang zeleniy zona qilasizmi, xohlang yana qo'shimcha qurilishasizmi, yetarlicha joyi bor aka, hamma sharoitlarga ega. Endi bu orqa tomonida mana nima bu, parxonami bu? Ha, parxona. Manzilimiz Farg'ona shahar, Suxtepada eski Farg'onani yo'lida 37-maktabning orqasida 12 sotixli, gaz, suv, svetlaridan muammosi yo'q joyda. Narxini 107 mingga baholanyapti aka, bitta kelib ko'ring, ustida gaplashsak tushib beradigan joy bor.